Doimiy charchoq haqida gapirib bering. Albatta ukajon, ehtimoliy sabablarni aytib beraman. Birinchi o'rinda insonda ruhiy bosim bo'ladi. Bunda ishda yoki bo'lmasam o'qishda. Misol uchun o'qishga tayyorlanayotgan barcha abituriyentlar doimiy charchoqda yurishi mumkin. Ikkinchisi, qalqonsimon bez kasalligi, yurak, qon tomir, buyrak kasalligi yoki bo'lmasam qandli diabet kasalligida doimiy charchoq bo'lishi mumkin. Bunga qo'shimcha yana uyquni sifati yo'qligi, ya'ni bir kunda 7 soat, 8 soat to'yib uxlamaslik yoki doimiy stressda bo'lish. Undan tashqari qonda gemoglobin miqdori pastligi yoki qonda foliy va kislota yetishmovchiligi yoki bo'lmasam vitamin B12 yetishmovchiligi yoki temir moddasi tanqisligi hisobiga bo'lishi mumkin. Xo'p, uka, endi bu holatdan chiqishni bilmoqchi bo'lsang, agar senda qandli diabet, yurak qon tomir kasalligi, davleniya kasalligi, gipertoniya kasalligi yoki bo'lmasam qalqonsimon bez kasalligi bo'lmasa, birinchi o'rinda qondagi gemoglobin miqdorini o'lchash kerak, uyqu ratsionini to'g'irlash kerak. Stress va shu kabi holatlarda insonga ruhiy bosim o'tkazadigan holatlardan uzoq bo'lish kerak va albatta sog'lom hayot uchun 20 ming qadam albatta bir kunda yurish kerak. Sababi jonim, ko'rding o'tgan safargi videomizda, hattoki biznes sportsmenlar ushbu olayotgan videomizni ko'rib qo'llab, sog'lom hayot uchun 20 ming qadam dedi. Sog' bo'l.